Salom do'stlar, bugun sizlar bilan yana men Muxa Gaming. Hop do'stlar, bugun sizlar bilan nima desam bo'ladi? Anarxiya, Artcraft serverda anarxiyani полный obzor qilamiz. Obzorda qayerlarga qanday borishni va qayerda nimalar turishini bilib olamiz. Hammasini birma-bir sanab videoda o'tib ketamiz. Gapirib o'tamiz. Qani bo'lmasa, hop, biz o'yinga kirishimiz bilanoq mana shu mayoqning, ya'ni spawn shukasida tirilamiz. Bu yerga kirishimizdanoq bizning atrofimizda 4 ta sandiq o'rab turgan bo'ladi. Ender chest. Bu bizning shaxsiy narsalarimiz. Bunda hamma bor narsalarimiz bo'lsak, uni hech kim ola olmaydi, faqat o'zimiz olamiz. Hamma bilsa kerak. Bu yerga kirishdanoq 10 burchakda to'p pulni eng ko'p puli bor odamlar to'pda turadi. Eng ko'p pul ishlagan odamlar to'pda turadi. Uning yonida, ya'ni o'ng tarafning o'rtasida esa eng ko'p onlayn bo'lgan o'yinchilar to'pda turadi. Eng ko'p onlayn bo'lgan o'yinchilar. Orqada esa ranklar, ya'ni hammaning o'zining shaxsiy ranki bo'ladi. Ranklarda summasi qanchaga sotib olmoqchisiz, lekin bu yerda faqat 30 kunlik ranklarning summasi. Cheksizga rank olmoqchi bo'lsangiz, Telegramdan Artcraft adminga yozasiz. Cheksizlik rankini ham aytib o'tadi. Bu yerda ham xuddi o'sha va asosiysi bu yerda top killerlar, ya'ni eng zo'r jangchilarning bu yerda nechta kill qilgani eng zo'r jangchilarning to'pligi turadi. Ha do'stlar, bir vaqt men ham bu yerda bor edim-ku, lekin hozir men telefonga o'tganim sababi o'yinda qiynalyapman, shuning uchun to'pdan chiqib ketib qoldim. Eng zo'r esa hozircha suddan ketyapti. Aytgancha, bu yerga kelganimizda bu yerda oldinga turgan knopka turadi. Buni bossak, buning orqasida esa eng ko'p tokenli odamlar turadi. Eng ko'p tokenga ega. Bilasizlar, tokenga mana bu yerdan chiziqcha token shop deb yozib, tokenga narsalarimizni olsak bo'ladi. Mana bu pulliklarga kira olmaymiz. Chunki pullikka olinadigan hamma zumrudga kirsak, mana hamma, hattoki qurollarni olsak ham bo'ladi. Orqaga qaytib kiyimlar ham olsak bo'ladi. Hamma yo'qni olsak bo'ladi. Bu yerga o'tganimizda esa soatning orqasida mana bunday bloklar turadi. Bu bloklar nima deydiganlar uchun bu RTPda kim qancha blok yurganligi aytiladi. RTPda kim qancha blok. Masalan, Tutton unban 9 million blok yurgan. Va shunday. Birinchi o'rinda bu yerga warp deb yozsak, hamma warplar bu yerda kelib chiqadi. Spawn, region sotadigan joy, RTP, top, miners, bu crates, yaratmoq, enchanted, mine, PvP. Biz birinchi o'rinda PvPga boramiz. PvPga boradiganlar doim 7 sekund vaqt oladi. Rankli bor odamlarda esa bu sekund sal kamroq bo'ladi. PvPga kelishimiz bildanoq bu yerda ikkita joylar PvP qilayotganini ko'ramiz. Lekin bularni kimligini tanimaymiz. Lekin bu odam AFKdaligida uni javob o'ldirayotganini ko'ramiz. Va o'sha bu yerda ham yozib qo'ygan, mana bu qizil chiziqdan tashqarida sizni bemalol ursa bo'ladi. Qizil chiziqdan tashqarida bemalol ursa bo'ladi. Fazilatlarni bilmadim. Qizil chiziqdan berdi. Bu yerda do'stlaringizdan do'stlashasiz. Bu yerda o'sha endashti narsalaringizni ola olasiz. PvP'm tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi boradigan joyimiz Warp Mine. Keyingi boradigan joyimiz Warp Mine. Warp Mine'da nima qiladiganlar bo'lishi mumkin. Yangi o'yinchilar, ba'zilar uchun emas. Warp Mine'da kirkalar bo'ladi. Kirkada buldozermi farqi yo'q. Qanaqa kirka bo'lsa ham bu yerda mine qilib turli xil mana bunday rudalar yig'ishadi. Xohlasangiz rudalarni bloklantirib ender chestingizga solishingiz mumkin. Xohlasangiz rudalarni bu yerdan bu yer yozuv bilan mana bu qimmatbaho buyumlarga kirib barcha rudalarni sotish mumkin. Bu yer undan tashqari moblarning rutlarini sotish mumkin.
Undan tashqari o'simliklar va oxirgisi ovqat, mevalarni sotish mumkin. Hop, deyarli barcha narsa topgan narsalarni bu yer avtomatidan bemalol sotish mumkin. Bu yerdan mayn qilib, mayndan zumrad, olmasa ruda, barcha rudalarni olib bu yerdan sotib, siz ham Baltopda birinchi yoki ikkinchi o'rinlarni bemalol egallab olishingiz mumkin. Keyin esa bu yerning yonida enchant turadi. Enchant nima deydiganlaringiz uchun bu yerda sehrlanmagan asbob bo'lsa, kirib asbobni qo'yib, bu yerga bitta lapis qo'ysak, bu xohlagancha sehringizni qo'yib beradi. Undan tashqari mayin bo'lib turib, nahotki Ender chest bo'lmasa deydiganlar uchun Ender chest ham, verstak ham bor. Verstakdan kirib xohlagan narsangizni yasashingiz mumkin. Ha, aytgancha, bu yerda oddiy almasni yasasangiz, oddiy setlar chiqadi. Oddiy almasda mana bunday setlar. Agar zumraddan yasasangiz, protection setlarni chiqarib beradi. Va protection 3 setlarni qo'shib, protection 5 va juda ham kuchli set qilishingiz mumkin. Mining o'ng tarafida AFK turadi. AFK nimaligini bilmaydiganlar uchun AFKda mana shunday qimirlamay turib, har minutda bittadan token olishingiz mumkin. Bu degani 60 minutda 60 ta tokenga ega bo'lasiz. Hop, keyingi boradigan joyimiz esa bu Warp Boss. Bossni hech qachon bittasi qilib qo'ymanglar. Bittasi qilib qo'ysalaring 50 blokdan pastga qilib olasizlar. Doim Warp Bossda ikkitasi qilinglar bossda. Va eng dahshatli joy Warp Boss. To'xtay, narsalarni solib qo'yay, xavotir olyapman. Warp Bossda ham xuddi PvPga o'xshab, mana bu chiziqlardan tashqarida sizni bemalol ursangiz bo'ladi. Eng qizig'i Warp Bossda har kun soat 12 da va kechki 6 da bu yerda jahldor, ya'ni yovuz qishloq keladi. Zombili qishloq keladi. Zombili qishloq kelgandan keyin uni o'ldirishingiz mumkin. Ko'plar aytishadi, zombili qishloqni o'ldirganda nima foyda deyish mumkin. Lekin zombili qishloqni o'ldirib token olishingiz mumkin. Qanday? Bunda silalar bo'ladi. Bu sila strengths, bilasizlar? Strengths inglizcha, o'zbekchada kuch degan ma'noni anglatadi. Shunday silalar tayyorlash mumkin. Va bu yerda bossni o'ldirib token olasiz. Birinchi o'ringa 3000 ta token. 3000 ta tasavvur qilyapsizmi? Bu degani 3 ta boss o'ldirib, 3 marta bossga tushib, uchalasida ham birinchi o'rin olsangiz, bemalol imperator 40 ga sotib olishingiz mumkin. Ikkinchi o'ringa 2000 ta, uchinchi o'ringa esa 1000 ta token beriladi. Bossni urganingizda o'zi kim nechta zarar berganligini chiqarib qo'yadi va o'sha zarardan birinchi o'rin, ikkinchi o'rinda bilishingiz mumkin. Keyin bu yerda sferalar bo'ladi. Sferalarda shopdan ko'rsataman sizlarga. Token shop, qurollar va mana turli xil sferalar. Bularning eng kuchlisi bu Pandora. 25 ta zarba. U odamni juda ham tez o'ldiradi. Eng kuchlisi esa bu Ximeri. 3 ta zarba lekin jonni 4 taga ayirib tashlaydi. Hop, mina qotishni boshladim. Hop, do'stlar, bugungi videomiz mana shu bo'lgandi. Bugungi videomiz nima haqida bo'lishingizni aytishingiz mumkin. Hop, menga yaxshi ideyalar kelmaganligi uchun sizlar kommentariyada o'z izohingizni yozib ketinglar. Keyingi videomiz qanday bo'lishini ham aytib o'tinglar. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Muxa Unban bo'ldi. Xayr, salomat